Salom, aziz avtomobil ishqibozlari. Bugun sizlar bilan biz kelajakning ovozsiz, ammo qudratli qahramoni Chevrolet Bolt F haqida so'zlashamiz. Ha, bu mashina nafaqat elektr toki bilan yuradi, balki yuragingizdagi quvvatni ham to'liq zaryadlab beradi. Avvalambor, uning tashqi ko'rinishidan boshlaylik. Ixcham, ammo zamonaviy shaklda yaratilgan, silliq chiziqlari, LED faralari va aerodinamik kuzovi bilan u ko'zga darhol tushadi. Shunchalik chiroyli ko'rinadiki, yo'lda turgan har bir odam, bu nima, kosmik kapsulami, deb qarab qoladi. Old panjarasi minimalistik, ammo o'ziga xos, orqa faralari esa yorqin yaltirab, kechasi shahar chiroqlari bilan musobaqalashgandek porlaydi. Ammo Bolt F'ning go'zalligi tashqi ko'rinish bilangina cheklanmaydi. Uning ichki saloni haqiqiy zamonaviy texnologiya markazidir. Ichkariga kirgan zahoti sizni keng, yorug' va qulay muhit kutib oladi. Yuqori sifatli charm o'rindiqlar, katta sensorli ekran, minimalistik boshqaruv paneli va LED yoritilgan detallar bilan mashina ichida o'zingizni kelajak filmidagi bosh qahramondek his qilasiz. O'rindiqlar orqa tomonga buklanadi, bagaj joyi esa kutilganidan ancha keng. Xoh oilaviy sayohat bo'lsin, xoh haftalik xarid, Bolt F hammasiga tayyor. Endi eng qiziq joyi bu mashinaning yuragi, ya'ni uning elektr dvigateli. Chevrolet Bolt F sizga 400 kilometrdan ortiq masofani bitta to'liq zaryadda bosib o'tish imkonini beradi. Ya'ni siz yonilg'i quyish degan so'zni unutasiz. Eng yoqimli tomoni, siz uyni tark etmasdan mashinangizni zaryadlab qo'yasiz, ertalab esa to'liq tayyor holda yo'lga chiqasiz. Shahar ichida u shunchalik jim yuradiki, siz faqat shamol va gildiraklarning mayin ovozini eshitasiz. Shu paytda siz o'zingizni xuddi orzular dunyosida sirgalayotgandek his qilasiz. Tezlanishi esa haqiqiy hayrat. Elektr dvigatel gaz bosgan zahoti javob beradi. Shuning uchun siz bir lahzada sokin rejimdan uchish rejimiga o'tasiz. Tormoz tizimi esa aqlli regenerativ texnologiyaga ega. Har safar tormoz bosganingizda u energiyani qayta zaryadga aylantiradi. Ya'ni siz nafaqat yurayapsiz, balki mashinangizni oziqlantirayapsiz ham. Xavfsizlik haqida gap ketganda, Chevrolet bu borada ham hech narsani ayab o'tmagan. Avtomatik tormoz tizimi, orqa kamera, chiziqni ushlab turish funksiyasi, hatto haydovchini charchash holatini aniqlaydigan sensorlar mavjud. Bu mashina sizni nafaqat manzilga, balki tinchlik bilan yetkazadi. Texnologiyalarni yaxshi ko'radiganlar uchun esa Bolt F haqiqiy lazzat. Ichki ekranda siz batareya holatini, energiya sarfini va hatto yaqin oradagi zaryad nuqtalarini ham ko'rishingiz mumkin. Havo sovutish tizimi avtomatik tarzda ishlaydi. Hatto siz bugun issiq deb o'ylashga ulgurmasdan mashina o'zi haroratni moslaydi. Wi-Fi, Bluetooth, Apple CarPlay hammasi mavjud. Ya'ni siz mashinangizni to'xtatmasdan musiqa tinglash, xarita ko'rish va qo'ng'iroqlarni boshqarish imkoniyatiga egasiz. Shunchalik aqlli mashinaki, ba'zan haydovchi o'zini mehmon his qiladi. Dizayn v